Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi Shukronalik ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni tug'ilgan kun tabriklari loyihasi ijodkorlari chin yurakdan samimiy muborakbod etib qolamiz. Bir inson ko'nglini eta olsang shod, bilginki Ka'bani etibsan obod. Galdagi tabriknoma egasini ham qutlash uchun yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sog'misiz, salomatmisiz? Rohilaxon aya bilan bog'landimmi ayajon? Ha. Siz bilan tug'ilgan kun tabriklari loyihasining kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan Shayxlo Azam Mavla suhbati bo'lib turibdi. Bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz, bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin ayajon. Rahmat balam. Hamisha Alloh panohida bo'ling. Allohimizdan ayajon duolar qilib neki so'ragan bo'lsangiz, Allohimiz barchasini bekam mukos ijobatini bersin, suygan bandalari qatorida mukofotlayversin deb qolaman ayajon. Ayajon, bugun sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun chiroyli tilaklar hamda tabrik xatlari yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi tabriknomani siz uchun kim yuborgan bo'lishi mumkin? Umida qizim. Mashalloh ayajon, bugun sizni tabriklash uchun sizni juda qattiq yaxshi ko'ruvchi qizingiz Umidaxon opa, qolaversa Robiyaxon opa tomonidan bugun sizga tabriknoma yetib kelibdi va barcha yaqinlar ham o'zlarining chiroyli tilaklarini yu tabriknomasini siz uchun arg'imon qilib qolgan ekanlar ayajon. Va ijozat bersangiz, sizga atalgan chiroyli tilaklar hamda tabrik xatlari bor, o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Marhamat. Biringizda baraka toping balam. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin ayajon va marhamat qabul qilib olasiz. Yoningda bo'lsalar ko'ngling to'larkan, sen uchun joni kuyib ming bor o'larkan. Osmonda farishta borligi bu rost, yerdagi farishta ona bo'larkan. Assalomu alaykum. Mening topib bo'lmas javohirim, xazinam, onajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yaratgan Alloh umringizni uzoq, tanijoningizni esa hamisha sog' omon qilsin. G'am, alam, tashvish onajon sizdan yiroq ketsin. Bu hayotda siz borsiz, hayotimizda ma'no bor, mazmun bor. Siz borsiz, hali ham ba'zan yosh boladek sizga erkaliklar qilamiz. Ko'zlarimizning nuri, jannatimiz, hayotimizda topib bo'lmas xazinamiz o'zingizsiz. Onajon, siz o'sha she'rlarda ta'riflanganidek, metin bardoshlik, mehrga boy onajonimsiz. Sizdagi sabr, sizdagi donolik onajon hamisha bizga ibrat bo'lsa arzugulik hislatlar va tuyg'ulardir. Mehribonimiz, sizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Dunyodagi barcha tilaklar bugun siz uchun bo'lsin. Sizning mehringiz, duolaringiz, tarbiyangiz, oq yo'lingiz tufayli bugun biz hayotda o'z o'rnimizni topib yashamoqdamiz. Siz bizga nafaqat ona bo'lmadingiz, balki siz eng ishonchli maslahatgo'yimiz, suyanchimiz, hayotimizning eng buyuk maktabi bo'lgansiz. Sizning duoyingiz tufayli yo'limiz yorug', kunimiz barokatli bo'lmoqda. Sizning mehringiz tufayli biz oila nima, qadriyat nima, halollik nima, mehr nima, hammasini bilib oldik. Onajon, yaratgan egamiz umringizni uzoq qilsin. Hech qachon xasta bo'lmang. Har bir kuningiz fayzli, duolaringiz esa hamisha ijobat bo'lsin. Onajon, hech qachon xasta bo'lib g'am-alam tashvish ko'rmang. Hamisha kulgu, tabassum sizga hamroh bo'lsin. Mehribonimiz, sizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Doimo biz farzandlaringizdan rozi bo'lmoqligingizni va Xudo xohlasa sizni jannatlarga yetaklab olib borguvchi, jannat eshiklarini ochguvchi kalitlar bo'laylik. Boringizga shukr. Ka'batullohga, Makkatullohga, Madinaga takror va takror sizni yubormoqlik baxtini-yu go'zal hoji onajonimiz kabi unvoni hamda maqomlarni olib yurishligingizga sababchi qilsin bizni Robbimiz inshaalloh. Tug'ilgan kuningiz jannatim, ko'zlarimning nuri, mehribonimiz muborak bo'lsin. Sizni so'zlar yetkaza olmaydigan darajada juda qattiq yaxshi ko'ramiz deya samimiy tilaklarini, tabrik xatlarini bugun ayajon qizlaringiz siz uchun yuborib qolgan ekanlar. Allo ayajon, ovozim boryaptimi? Eshityapsizmi? Ha, eshityapman balam.
duoda siz doim erta kech, g'ubor yo'q dilimsiz ona, qiyosingiz topilmaydi hech, eng chiroyli gulimsiz ona. Yuzingizda ziyolar jamdir, sal ko'rmasam ko'zlarim namdir, sizga ming yil xizmatim kamdir, eng chiroyli gulimsiz ona. E'zozligim jannat iforim, siz bor yodga tushmaydi zorim, boyligimsiz beg'uborim, eng chiroyli gulimsiz ona deya chiroyli she'riy satrlarini ham ayajon bugun siz uchun ular arg'imon qilib qolgan ekanlar. Rahmat balajonim. Umrlari uzoq bo'lsin. Inshaalloh. Ballari bilan xushga qarisin. Nima niyatlari bo'lsa niyatlari yetsin. Sizdan balaginam sog'gina bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Martabangiz ulug' bo'lsin. Rahmat ayajon. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Yana bir bora bugungi tug'ilgan kuningiz, shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Alloh bunday go'zal yoshlarni juda ham ko'pini ko'rib, baxtli, xursand, shod yurmoqligingizni o'zi nasib aylayversin. G'am, alam, tashvish sizdan, sizni oilangizdan yiroq ketsin ayajon. Tug'ilgan kun muborak. Sog'-omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qilib yuring. Rahmat. Kuyovlarim ham sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hammasi sog' bo'lsin. Sizni ham balaginam qani joningiz sog' bo'lsin, xushga qaring. Balalaringiz bilan nima niyatga yetib, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat ayajon. Alloh rozi bo'lsin duolaringiz uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Bugungi tug'ilgan kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin. O'zingizni asrab avaylab yuring. Rahmat ayajon. Rahmat endi. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Rahmat ayajon. Rahmat. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang,
bolam kasalman demang